Assalomu alaykum, hurmatli developerlar. Sizlar bilan bugun Cloudflare'da noldan hisob akkaunt ochish va hisob raqamini ochishni birgalikda qilamiz. Qani unda boshlayveramiz. Men ukam emaildan foydalanib turaman, chunki o'zim emailim orqali oldin ulanib qo'yganman bunga. Hozir o'zim emailim orqali kirsam, to'g'ridan-to'g'ri o'zim profilimga, o'zim hisob raqamimga o'tib ketib qolaman. Hop, mana kirib emailingiz orqali tasdiqlab qo'ying deyapti. Email orqali albatta o'tib tasdiqlab qo'yasizlar. Men mana hozir tasdiqlab olaman. Hop. Mana tasdiqlanyapti. Hop. Mana tasdiqlab oldik. Endi agar sizlarda Cloudflare R2 orqali ochib, sizlar Cloudflare orqali ochgan bo'lsanglar, yon panel orqali R2 storage tanlasanglar, xuddi shunaqa oyna ochiladi. Mana. Xo'p, bu yerga viza kartalarni 16 talik raqamini yozasizlar, albatta yoki oyi, CV kodi, orqasida kodi bo'ladi va mamlakatinglarni tanlaysizlar, isminglar, familiyalar va adresinglar yoziladi hamda pastga mana shu shaharinglarni yozasizlar va davlatinglarni yozasizlar. Hop, o'zinglar uchun shaxsiymi yoki shaxsiy emasligini yozasizlar. Biznes maqsadidan qaysi maqsadlaringni va uy manzilinglarni yozasizlar. Xo'p, agar viza karta nimaga deb so'rasanglar, bu Cloudflare R2 har oyda 1 million marta operatsiyaga davom tekin, 1 million marta post delete qilib operatsiyalar qilishingiz tekin bo'ladi. 10 million marta rasmlar olish, ko'rishlar tekin bo'ladi. Ya'ni 10 gigabayt tekin joylanadi. Undan oshgandan keyin pul olishni boshlaydi. Shuning uchun viza kartangizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Men viza kartamni hozir kiritib olaman. Videoni o'chirib turaman. Keyin 10 gigabayt doimiy beradi. Har oyda 10 gigabaytdan qo'shmaydi. Shuni aytib qo'ying. 10 gigabayt doimiy, 10 gigabaytdan oshib ketsa narsalaringizni joyi shuncha pul olishni boshlaydi. Hop, bu yerga o'zingizni shaharingizni pochta kodini yozasiz. Shu ham esdan chiqmasin. Hop, endi hop, mana ochib oling. Kod yozish qismini boshlaymiz. Keyinchalik publika access keylari bor, barchetlari bor, shularni keyinchalik qo'shib boramiz. Hop, qani. Unda bitta folder ochsak.